Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilik bizdan Damas so'rayapti. Kakraz talablariga binoan 2010 normal sostavdagi Damasimiz sotuvda. Dehqonning qo'lida hamma dokumentlar qilib beriladi. Balonlari normal holatda. Qarshi olaslari minaslar. Kuzovida yengil chaqa chiqarishlari bor. Ularni yengil qilib ishlab yurmadik hali. Kelish bo'lsa qilib berishimiz mumkin. Bitta normal holatda o'zdan ko'rib turibsizlar. Olib taksi qilaman degan akalarimizga normal variant. Hamma yo'q ishlaydi. Kuzovida chaqa chiqalari bor, ikkita joyida. Ko'rib ma'qul kelsa savdolashib yurgani 288 ming yurgan. Salonlari normal holatda. Yangicha qo'lda taqib qo'ygan dehqonning qo'lida o'zi. O'zimizning vodiyning mashinasi. Qarorchi Damazga qiziqqanlardan olaman deganlar bo'lsa bexijot aloqaga chiqib gazni bosib olsa, inshaalloh biz svязamiz. Holatni ko'rib turibsizlar Damas.